Bu yerni aylanar ekansiz, sizda bitta savol paydo bo'ladi. Nega koreyslar o'zini bunday tutishyapti? Axir kinolarda ular boshqacha edi-ku, odobli va madaniyatli. Buni sababi bor. 2020-yil Janubiy Koreya. Biz ekonomika mo'jizasini ko'rib turibmiz. Koreya bunga qanday erishgan? Og'ir mehnat. Qattiq tartib va millionlab uyqusiz tunlar. Koreyslar kuniga 12, 13, hattoki 15 soatlab ishlashadi. Haftada 6 kun ish, yiliga esa atiga 3 kun ta'til va doimiy stress va depressiya. Ularga bolalikdan sen bog'chada eng zo'ri bo'lishing kerak deb miyasiga qo'yishadi. Keyin esa maktabda, so'ng universitetda. U imtihonlardan yiqilishga haqqi yo'q, shu sabab alohida kichik bir xona ijaraga oladi, unga xalaqit bermasliklari uchun. Agar koreysning badani yetarlicha oq bo'lmasa yoki qomati tik bo'lmasa, uni hech qachon yaxshi ishga olishmaydi. Balki shuning uchundir Koreyada plastik jarrohlik juda ommalashib ketgan. Ular har kuni ideallikka intilishadi. Hammadan chiroyli, omadli, hammadan boy va mashhur bo'lishga harakat qilishadi. Shuning uchun ular tinimsiz ishlashadi va o'qishadi. Bunday bosim va doimiy stressni ular ichkilik orqali tarqatishga harakat qilishadi. Ichkilik yordamida ular bir necha soatga bo'lsa ham ertaga yana yangi og'ir ish kun boshlanishini va stresslarni unuta olishadi.